Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining Jenevadagi yig'ini mezgilida BDT mutaxassislari Uyg'ur bolalarının Uyg'ur tili ma'rifidan ayirib qoldirilish va hamda oilalardan uzoqlashtirilish haqida maxsus bayonot e'lon qilgan. Bayonotda yuqoridagi siyosatlarning majburiy assimilyatsiya keltirib chiqardiganligi ogohlantirilgan. 26 sentabr kuni BDT Kişilik Hukuk Komitetining alohida dokladchilari tarafidan e'lon qilingan bayonotda mundaq deyilgan. Biz Şinjandagi yataqliq maktablarning mutlaq tugidek davlat tilida ta'lim-tarbiya berib, Uyg'ur tilini o'qitish vositasi sifatida qo'llanmasligi, shundaqla Uyg'urlarni asos qilgan asonliq millat bolalarini oilasidan ayirishning oqibatida ularning Xitoy tili va madaniyatiga majburiy assimilyatsiya qilinishini keltirib chiqardiganligidan qat'iy andish qilmoqdamiz. BDT mutaxassislari yana kamsitish tusini olgan bu siyosatlarning asonliq millatlarning ma'rif huquqi, oila hayoti va madaniyat huquqiga daxli taruz qilganlik bo'lib hisoblanadiganligini eskartgan. Yaqinda Sanji turmasining ahvolidan xabardor kishilardan biri mazkur turmaning 4-atritida jazo muddatini o'tayotgan 79 yoshli Xalchan Fozil ismli mo'mayning salomatligi xatarlik darajada yomonlashganligi, shundaqla turuqliq oilasiga qo'yib berilmaganligini o'tirg'a qo'ygan. Erkin Asiya radiosining aniqlashicha, navbatda 4 chaqliq o'rinda tushib qolgan bu mo'may uyga qaytib davolanishni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin turma doiralari bu talabni rad qilgan. Telefonni qabul qilgan xodim o'zi mas'ul atratning o'zida 70 yoshdan hal qilganlardan oz deganda 10 kishi borligini aytgan. Amerika Uyg'urlarni majburiy emgakka selishga chetilgan Xitoyning 3 shirkatini qora tizimga kirgizdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, bu harakatning asosiy maqsadi Amerika ta'minlash zanjiri ichidagi majburiy emgakka chetishlik barliq mahsulotlarni yo'qotish ekan. Qora tizimga kirgizilgan 3 Xitoy shirkati atalmış Şinjan Tianming asosiy to'qimchilik cheklik shirkati, atalmış Şinjan Tangirtaq Yung to'qimchilik cheklik shirkati va atalmış Şinjan Zhongtai guruhi cheklik shirkati ekan. Analizchilarning doklatiga qaraganda 2024-yili Xitoy banklarining kirimi 10% tövəlləşi mumkin. Tahlilchilar mundaq dedi: Agar barliq xususiy egilikdagi uy mulk bilan shug'ullanuvchilar va to'van sifatli davlat ilkidagi bank ochuvchilar avarchilik qutursa, bu nisbat 13% ga o'rlab, banklarning foydasi 10% tövəllaydi. Xitoyda yaqinda ishchi ministr yo'qolib ketgandan keyin yaqinda 1 milliarderning yo'qolib ketganligi o'tirg'a chiqdi. Xitoyda eng ko'p qarzga bo'g'ilgan Xinda guruhining quruvchisi Shu Jiayin soqchilarning nazoratiga ilingan bo'lib, qarz krizisiga qurilish va uy mulk shirkati bo'lgan Xinda guruhining ma'muriy va adliya tekshirishi, shundaqla pul to'lash qiyinchiligiga duch kelmoqda. Ahvoldan xabardor kishilarning aytishicha, Xinda guruhining milliarder raisi Shu Jiayin soqchilarning kontrolligiga ilingan bo'lib, Bloomberg agentligining xabariga asoslanganda, uning nima uchun nazarband qilinganligi aniq emas ekan. O'rta Osiyodagi tabiiy gaz mol davlat bo'lgan Turkmaniston mustaqilligining 32 yilligini tabriklab o'tdi. 9-oyning 27-kuni Turkmanistonning davlat bayrami deb qaralgan mustaqillik kuni munosabati bilan butun mamlakatda rasmiy marosim, davlat she'rini aytish, xalq usuli va musiqa o'rinlash, tantarbiya faoliyatlari va ko'rgazma qatorliq faoliyatlar o'tkazildi.